O'rdachilikda asosiy pul qiladigan joyga ham yetib keldik. 5 yulduzli penthouse ni ham qilib beraylik bularga. Hamma joyga tuxumlab yuboryapti-yu. Tuxum qo'yadigan joyini birma-bir bo'lishib boraman. Juda ko'pchilikda holatda kuzatilgan joy yasagan va u joydan boshqa joyga tuxum qo'ygan. U joyga qo'ymayapti. Yaqinda o'zim video ko'rdim, joyni zo'r qilib yasab qo'ygan, faqat boshqa joylarga qo'yib yuribdi. Xatolarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Kimgadir manfaatli bo'lib qoladi. Ismim Sherzod, Instagramda shaharli fermer akkauntini yuzaman. Penablog olib kelganmiz, g'ish olib kelganmiz. Uzunasiga gabras qilib, fermamizga o'tayla go'zal qilib tuxum qo'yadigan joy qilamiz. Asosiy fermaning daromadi. Ketdik. Bu bizni joyimiz. Gabrazni qilishimiz kerak, sababi 120 ta maydonimiz bor va xolisi bularga bemalolchilik joy bo'lishi kerak. Bundan tashqari yana 200 top kelish harakatidamiz. Niyat. Birinchi qilinadigan joy lokatsiyasi. Albatta soya joy bo'lishi kerak. To'g'ridan-to'g'ri kenglikka qilib qo'yadigan bo'lsangiz, iloji boricha tepasiga juda ham qalin qilib haligi somon yoki penalon bos qilish kerak, nimadir qilish kerak, salqin bo'lish uchun. Bu bodomda tagini mo'ljal qilganmiz. Bundan tashqari biz ham shu qiyshaytirib loy bosamiz, somon tashlaymiz. Bundan tashqari yana naves qilamiz. Narada hovuzchamiz bor. Kun istagandan keyin bir obzor qilib beraman nasib bo'lsa. O'zimiz lyuks qilib basseyn quryapmiz. Bunlarda mana shu где-то bir 300 bosh makon sig'adigan gnezdo qilishimiz kerak. Gnezdolarimiz penablokdan bo'ladi. Nimaga penablok? U arzon va tezroq bitadi. Bizda vaqt yo'q unaqa narsaga. Birinchi qilinadigan ish. G'ishtni terib olamiz. Bir g'isht cho'kib ketadigan qilib kovlaymiz yerda. Tak, nolovoy bo'ladi-da o'sha. Va buni ustiga penablokni o'tirgizamiz. Penablokni keyin shuvab qo'yamiz. O'zini plechniklarni olib kelganmiz. Plechniklarmi, sementmi bilmadim. Tepasini, yonini shuvab qo'yamiz. Bular yeb qo'yish ehtimoli baland. Keyin bu tomoniga qilamiz. Eshigi, asosiy xatolik eshigida bo'ladi. Oldi butunlay ochiq. Juda ko'pchilikda ko'rganman, oldi juda ochiq. Oldi ochiq bo'lgan tuxum qo'yadigan joyga tuxum qo'ymaydi yerda. Bu parrandaning instinktida, bu o'zimizning ojizona fikrimiz va tajribadan o'tgan holatimiz. Juda ko'p fermerlar oldiga borganda oldini juda ham kichkina qilib, o'rda o'zi sig'adigan makon rasa bo'lsa 1,5 kilolik makon bo'ladi. Shuncha makon sig'adigan bo'lishi shart. Shu holatda kesib, endi joyi qayerga to'g'ri kesada, balki maytdan kesilar, nima qilib, endi bir qator urib olamiz buni. Urib olgandan keyin buni eshiklarini qilib chiqamiz. Eshik qilish jarayonlari yo'q, 100% obzor qilib beraman. Tepasiga loy bosish holatlari endi bu etap bo'ladi, bir pasda bir kunda bo'lib qoladigan narsa emas bu, tabiiyki. Polностью qilingandan keyin ish sifatli chiqish kerak va bir insonga manfaat keltirish kerak. Maqsadimiz shu. Tuxumni samarasini oshiradigan joyi ham shu. Bo'lmasa, yoqqa tug'adi, bu yoqqa tug'adi. 10 ta emas, 8 ta tuxum olasiz yoki 5 ta tuxum olasiz, tamom. Qolgani yo'q. Minusda byudjetga minus. Nasib bo'lsa, protsessni boshladik. Yer o'g'itlangan, tabiiyki bekka o'ta ham kuchli qilib dezinfeksiya qilishimiz kerak. Chunki bu yerdan bola ochilgan paytda bola mana bu go'yindan zaharlanishi mumkin. Dezinfeksiya qilayotgan mahalda ham dezinfeksiya nomi, qanday qilinishi kerak bu haqida ham bitta obzor qilaman. Обязательно qilish kerak. 100%. Go'nli joyda parandes yashayaptimi? Kutavering, u o'ladi baribir. Molxonada boqayotgan aka-ukalarimiz ham bor. Aloqaga chiqishgan. So'rasam shu molxonada yurgan. Tabiiyki bu virus-ku. O'lishi 100%. Chunki tajribamizdan o'tgan birinchi molxonamizda yaxshi bo'lib qolmasdan yangi boshlaganimizda molxonada boqqanmiz biz ham. Qirilib ketgan bir 20 million so'mlik o'rdagim o'lgan. Ammo yo'q, tajribadan kelib chiqib o'lishyapman-da, maqsad manfaat ulashish shu. Bismillah. Pesham qanday oldi ekan? Kovlab olgan trassamizga kak podushka qilib, xuddi shunaqa qilib g'ishtlarni urib olamiz. Buni ustiga kafilkaliga kelgan penablogimizni o'tirgizamiz, xudo xolasa. Kak nolida bu. Mana shunaqasiga tashlaymiz. Hozircha yomon emas, xudo xolasa plan bo'yicha ketyapti.